to'xtab qolibdi. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa, iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Ey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Tezsan teskari bo'lib, uni bilan kiraverasiz. Qabr kovlanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa, aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yerga qo'yildi? Qo'rqaman, qo'rqaman. Aka, ketmay iltimos, o'tinaman. Aka, Men rozi bo'l, ukam. nimaga Ben rozi bo'l. Aka, Javobni olsam bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni tashlab ketmay qo'rqaman. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar, odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ashbi zo'r ketadi. Kerak emas.